mana kecha ana Maftun aytadi, buni deydi dugonasi birga o'qiyotgan dugonasi shu Maftunani hamsiyasida. Keyin o'sha bilan guring qildim deydi. Mana shunday bo'ldi desam, voy ko'zi ko'r bo'ladi uni debdi. Nimaga desa, agar o'qishga boramiz, pul ashulaga to'la pul olaveradi debdi. Shuncha pul bera oladi debdi. Keyin debdi, yuringlar ana narsa yeymiz, yuringlar buni yeymiz deydi. Ha o'zi onamiz shuncha beradi, borib kel, biror narsa ishlasang deb ozgina ortiqcha pul beradi. O'shani ishlatmasak 2 kunda yana bir kun yo'limizga deb ekonom qilamiz biza. U ekonom qilmaydi, yana beraveradi deb deydi. Yuringlar narsa yeymiz deydi. Bizning pulimiz yetmaydi desak deydi, o'zim olib beraman deb deydi. Olib beradi debdi. Shunday qiladi. Ko'zi ko'r bo'lsin uni deb.